Assalomu alaykum obunachilar. Mana navbatdagi darvozamiz bugungi ikkinchi darvozamiz. Juma kuni ikkinchi darvozamiz. Oltizoy tumani Ovchi mahallasiga olib o'rnatdik. Juda chiroyli bo'ldi. Taroq fasondagi ko'rib baho berasizlar. Okay. Razmerlarimiz 425 ga 370, har doimgidek 1-1lis, 6 ga 4 2-1. Bugun biz darvozani qo'ydik. Mana tunika bonchilar ham kelgan. Mana chiroyli fasonlardan ham qilishyapti. Shu akalarga ham aloqaga chiqarsalar, chiroyli narxlarda qilib beradi. Biz darvozani chiroyli narxda qilib beramiz. Nech puldan qilib berasizlar kvadratini kelishtirib? 140 Ha, telefon nomerni ayting. 93 349 20 06. Bo'ldi. Gap yo'q. Darvoza juda chiroyli va aqrab. Nasib bo'lsa, bizni nomimizdan telefon qilsa, chiroyli skidka qilib berasiz. Mana ichkari taraflarni ko'rsangiz bo'ladi. Taylarni shveler qildik, moshinaga bildirib. Obuna bo'lish esdan chiqmasin. Kimga shunaqa darvozalar, telefonlar kerak bo'lsa, nomerlarga telefon qilaverasizlar. Biz xizmatingizdamiz. Rahmat e'tiborlar uchun.